Abi o'y muncha kichkina o'y. Biz o'yga qaragan qanday katta shipiri ham katta. Abi qurang kattaroq o'y. Yana boshladingmi sen? Ertaga sen uyingdan 10 metr baland qilmasam, men odam emasman. Tushundingmi? Turayam. Ko'chani yoqtiman yani. Men uyni ko'ryapsizmi? Ana shu uyni buzish kerakda, qaytadan qurish kerak. Hamsa ham uyni ko'ryapsizmi? Shipiri baland. Mani betonim 1.20 bo'lish kerak. Shipir 6 metr bo'lish kerak. Hamsayankidan baland bo'lish kerak. O shamolda yiqiladi bu. Menga qo'y, qiziqtirmaydi. Hamsayankidan baland bo'lsa bo'ldi. Hamsayani O'zingiz bossang u hamsaya endi tortishadi, narsa qiladi. Nima qilasiz? Lishni qarajat. Hamsiya. Bu antena ham pastku antena. Biz antenaga qarang qanday katta barabanski. Qurang shunday antena. bu odam emas bu. Bu odam emas bu pidaras. Bir kun men bu yerdan ko'chib ketishim kerak. Yo buni uyini portlatishim kerak, yo o'zini o'ldirishim kerak. Buni qutulaman. Men Toshkentga ketaman, sen uyi quraver. Toshkentga nima ketyapsiz? Ana shu antenani olamanda tomim ustiga televizorga keltirib qo'yaman. Toshkentdagi televizorni. Sen uyi qur davlat. Sen qistanmasan. Sen ana unaqa qilmabsan. Bir narsa bir kun suv bosib o'ldiraman yo. Noldan uy ko'taramiz deylar bo'ldi, to'g'im beraman. Chivaraman jalab. 3 tonimni yechib, aka, sikivararing ko'targanligim uy ko'tarmayman boshqatdan deyvaraman.